25 gün inta fakat akil vay yıkıl bilen pemdur İgem yorayı abi ay ölmeydiğen kim var ya Assalamu alaikum hürmetli televizyon köyçiler. Erik televiziyasiga hoş geldinler. Bugünkü Hayat Şahitler programımızda Kazakistan'ın Almuto şehrinde yaşap turayotgan Uygur tədqiqatçı Abdullah Samsak efendimning hayatını sizlarga tanıştırıp ötemiz. Diqqatinglar ekranımızda bolsun. Mening ismim Abdullah. Azan chaqirib qo'ygan ismim Turkistonki. Men 1948-yili Ürümchida Sharqiy Turkiston qurilgan vaqtlarda to'lganlikdan dadam itimni Turkiston qo'yibdi. Keyin ba'zan bir sabablar bilan Abdullah deb o'zgartgandan sayas ahvolaga binoan shu 1959-yili Ürümchidan biz Olmutga ko'chib keldik. Dadamning ismi Abdurasul. Familiyasi Samsak. Samsaki. Dadam Ürümchida Ma'rif nazariyatida chiqadigan Ma'rif jurnalininki muharriri bo'lib ishlagan. Bu yerga chiqishimizning sababi ilki ichilish, sayrash davr degan davrlar bo'lgan. Xitoy Kommunist partiyasi ko'nglingidagilarni aytinglar, maqsadinglarni aytinglar, partiyaga, Bejingga qandaq murojaatlar bor desa, bizning o so'zlarga ishinib qilib, bir to'kim ziyoli xalqlar o'z ko'ngildagini aytgan, masalan, dadamlar bir to'kim ziyoli qavm Şinjan Uyghur Avtonom rayoni degandan Uyghur avtonomiyasi deb atsa degan taklifni qo'ygan. Shu bir majlis bo'lgan Ziya Samedi Şinjanga temir yo'l yasamas kerak degan, hozir atdigan temir yo'lni boshlanmas kerak degan gap. Shundaq ziyolilardan masalan Ziya Samedi, mening dadam Abdurasul Samsak boya dedim Ma'rif jurnalining muharriri bo'lgan. Yusuf İlyas, Osman Ziya, bunu mush bir qatorliq ziyoli qavmlar 1959-yili o'ngchi bo'lib chiqib ketishga majbur bo'lgan. Biz o vaqtlarda 10 yosh vaqtimiz. Men Olmutga keldik, bu yerda maktabda o'qidik. Olmutda maktab bitirdik. Bu yerdan keyin men Toshkentda Politexnika institutida o'qidim. Tağkan injineri mutaxassis bo'ldim. Hem şu institut bilan bir qatorda harbiy o'qishni o'qidim. Harbiy unvonim bor, hem gражданlik ta'limotim bor. Ukrainaga berib harbiy xizmat qildim. Komandir vzoda, komandir roti, batalyonninki komandirining o'rinbosari sifatida tank polkida xizmat qildim. Mening o'g'lim Baxtiyor Ukrainada tug'ilgan. O'g'lim yashab tug'ildi. Ayolim Uyg'ur, taktig'ulchilik. Keyin xizmatlarni tugatib, endi ota-onamiz Olmutda bo'lganlikdan, men yolg'iz o'g'il bo'lganlikdan Olmutga kelib, tağkan injenerlik ishini qildim. O'zim mutaxassisim shu bo'lganlikdan. Endi bu jarayonda qayerlarda ishladinglar desa, Qor dengiz bo'yidan Tinch okean jarayonigacha mush oraliqda Kafkaz tog'lari, Tian Shan tog'lari, Altay, cho'llarda bo'lsa Qizilqum, Qaraqum, Mo'yinqum, Gobi cho'llari, bir nechilagan mamlakatlarda, Qozog'iston sirt chet ellarda o'z saharim bo'yicha xizmat qildim.
Şunun içinde etip atarlıq mening özümning dunyoga ko'z qarashimga nihoyatda cho'nqur ta'sir qilgan shu Mongoliyada 5 yil xizmat qilganim bo'ldi. Bu meni Xudoyim bir yo'llar bilan o'shaga apadi deb o'ylayapman Mongoliyaga. Mongoliyaga borguncha men injenerdim. Öz kasbimni qilayotgan taqkan injenerdim xolos. Iyaga borganda shu muzeylarga kirimizmi, ya tarixiy joylarga borimizmi Mongoliyada. Bu hammasi Türk Uyg'ur tarixiga zich bog'liqlik bo'lganlikdan men Mongoliyada yurib, shu tarix bilan shug'ullanib ketdim. Orxon bo'yiga bordim. Bizning Xaqalla turgan Qarabalg'asin shaharlarga bordim. O'zimma xizmatim yuqori bo'lganlikdan o'rislarni va boshqa millat kasbdoshlarimni Uyg'urlarning tashlab ketgan shaharlarga, qal'alarga qo'yib ketgan tosh manbalarga ashalarga apirib, o'zimni ko'rib, ularni ko'stib, shunlar shug'ullanib, hozir hammasi deydi, meni ko'pchilik taqkan injeneri yoki geolog demaydi, bu tarixchi, yozuvchi deydigan bo'ldi. Ama şu Mongoliyadan kelgandan keyin Uyg'urlarga nisbatan Uyg'ur tarixiga, Uyg'ur madaniyatiga nisbatan ko'p materiallarni yig'ib, o'rganib kelgachga ko'p xotiralarni, sayohatnomalar yozildi. Ondan sırt mening asosiy bir shug'ullanayotgan saham bu karsshunoslik. Buni alohida etib to'xtalishga arziydigan bir soha u. Nimishga deganda bu mening kasbimga yaqin kasb kars. Shu tariqadan gap qilganda men Urumchiga, Turpanga, Qumulga berib kars to'g'riliq maqol yozayotgan, kars bilan shug'ullanayotgan odamlar bilan uchrashdim va mush kungacha hayot qolgan öz vaqtlarida kars qazgan 80'den aşkan 90'ga yakın yaşangan adamlar bilan ko'rishdim. Endi mening ayrımçılığım ulardan. Bizning vatanda Uyg'urlar diyarida kars bilan shug'ullanayotganlarning ko'pchiligi shoirlar, yozuvchilar, muallimlar kars bilan shug'ullanayotgan. Ben ularni hammasini tunayman, ko'rishganman. Men bo'lsam shu suv inshootlari bilan 20 necha yil shug'ullanganlikdan shu karsning kasbiy injeneri deb o'zimni atalayman. Hem mening yozayotganlarim, mening tadqiq qilayotganlarim ularnikidan boshqacha. Tarixiy nuqtai nazardan emas, injenerlik, gidrotexnikalik nuqtai nazardan men karslarni yozayapman. Vaqtda bir Rusça, Qozog'cha, Uyg'urcha maqolalarim e'lon qilindi. Ko'plagan konferensiya deymiz, anjumanlarda qatnashib, karsning burungi holati va hozirgi kelib qolgan holati, mana shular haqida gap qilib, dunyoga, ilm ahliga bayon qilyapman. Bu yerda ichinishorlik yeri 70-yillari 1600 bo'lsa karsning soni Turpan o'ymaligida. Hozirgi matbuotlar qaraganda 400 dan az kars qolgan. Kunlardan vaqt o'tgan sari u karsning soni uningdan kamayapti, 400 dan az kamayapti. Buning birdan bir sababi ekologiya. Ekologiyaning buzilganligi. Nimishki ekologiya buzildi desiniz? Turpan o'ymalığı da hasıl bulduğun, tabii halatda hasıl bulduğun sunun miqdori cheklik, tabii halatdagi sunun miqdori. Endi ko'chman xalq nihoyatda jiq ko'chib kelganlikdan u suni iste'mol qilish va sunun yerning ostiga kirib
payda buluş tampонlığı buzulğanlıqdan karızının suyu tatılıp gitpagan. Turpan oymalığı da qarsınız yüzlügen neft, gaz qeziş maşinleri yani burgulap ivatkan. Onu yani burgulaş üçün ma su kerek. Karızının suları yoki quduq qazib sularını tatib olib. Muşunda holat bo'lganlikdan umuman turpan o'ymalig'i da ekologiya buzilib, sular tatilib, bayqi degandek 1600 karizdan 400 dan kam kariz qoldi bugungi kunlikda. Endi buni bir tarafdan matbuotlar qaraganda himoya qilamiz, saqlab qolamiz degan fikrlarma, maqolalarma o'qiymiz, ammo bayliq qiziqish, neft qazish ishlari to'xtalmasa, ko'chib kelish haqidagi aholining ko'payishi to'xtalmasa, bu masala hal bo'lmaydi. Shu 400 karizni hozir qolgan uni saqlab qolmaymiz. Men nimishga kariz deb bu haqida ko'p haqayadi. Bunun gapini qilib yurma, konferensiyalarda gap qilib yurma. Bu umuman Uyg'ur tarixiga bog'liq narsa kariz deganimiz. Chunki kariz tarixiga qaraydigan bo'lsangiz, 5000 yillik tarixga ega. Mening matematikalik yo'l bilan hisoblab chiqqanim 5000 yildan ortiq ega tarixga ega karizlar. Endi bu kariz qazishda faqat uning uzunligi, ko'pligi jihatdan dunyoda bunchalik miqdorda qazilmagan joy yo'q. Masalan, karizlarni Turkmeniyada bor deymiz, Indiyada, İran'da bor deymiz. Ularning miqdori jihatdan, uzunligi jihatdan turpanninkiga yetmaydi. Turpanning bir 10% yetmaydi, hammasini qo'shib kelgan. U bir ikkinchi jihatdan bu karizlarni yerning ostidagi inshoot bo'lganlikdan shu taqgan ishlarining asosima shu turpandan chiqyapti. Masalan, tunel qazish, yerning ostini tunel qazib shaxta bilan qurishni bu taqgan ilmida Mark Shader ilmi deb ataydi. U Mark Shader degan adamningki ismi, u Germaniyalik adamning ismi. Bir 100 yil, 150 yil burun yaşagan adamning ismi. Şu tunel qazishning hisobotini chiqarishning asosini solgan o'sha adam deb dars berdi. Turpanda 5000 yil ilgari bu ishlarni qilib qo'ygan. Eng oddiy asboblar bilan murakkab matematikalik murakkab ishlarni yechib qo'ygan. U bir masalan gidravlika fani deymiz. Karizlarning yoki akvedukning qiypashligini tepish. Bu qiypashlikni gidravlikada tepish, laminarlik iqish qiypashligini tepish, masalan Fransuz olimi Dupuy topgan deydi. Uningga bir 100 yildan oshmadi. Dupuy matematikalik hisob bilan qiypashlikni hisoblashni. Turpandagi karizlar shu qiypashlikni 5000 yil burun amaliyotda qilib qo'ygan. Dupuy bo'lsa laboratoriyada qilgan probirkalar bilan. Bu 5000 yil ilgari Turpanda buni amaliyot qilib qo'ygan. Masalan, u eng uzun karizning uzunligi 30 kilometr. 30 kilometr. Şu 30 kilometr jarayonda qiypashlikni yerning ostidan qezib, yani qiypashlikni saqlab o'tirgan. Men nimashga buni qiypashlik deymiz? Uгол наклона urishsiz. Va agar qiypashlik jiqib ketsa, o'rilib ketadi kariz. Qiypashlik oz bo'lsa, su mangmaydi. Buni optimal qiypashlikni shu Dupuyning formulasi bilan biz chiqaramiz. Bugungi kunlikda shuni foydalanib chiqaramiz. Uningsiz biz hisobot qilmaymiz. Kompyuterlar bilan hisoblaymiz. Gruppa injenerlar hisoblaymiz bu qiypashlikni. Turpanliklar ming'illab ilgari amaliyotda shu ishlarni qilib qo'ygan. Buni qanday qilgan debman men tadqiqot ishlarini qilib ko'rdim. Ularning asboblarini ko'rdim. Ko'rsangiz hayron qolasiz-da. Hozir bizning lazerlik zamonaviy asboblarning asosi ashada turibdi.
yorukluğunu kollanıp da hazır lazerini kollangan bolsa, o vaxtlarda yorukluğunu kollanıp qıpaşlığını saqlap çıqqan. Mana mundaq misallarni intayın köp keltirish mümkün. Qarz bolsa bu inşaat, yer astı inşaatı deymiz. İnjenerlik kəşfiyyat deymiz bunu. Bəzən sayahatçı alimlar, tədqiqatçılar bizning vətnimizə verib, qarzlarını görüb, şu 100-150 yıl aralığında köygən sayahatçılar, tədqiqatçılar Turpan qarzlarını dixanlar çapqan deb yazıb qoyğаны bu. Mən olar qarşıda atmam, bu dixanның işi emas bu. Ali bilimlik injenerlar qılamaydigan işini qılatqan gap bu. Ondaqdısı bulmaydı. Nem degen addi sadıqaq bu deb aşlarını injenerlik tarafından mən ispatlab chiqib atma endi. Endi bizning haq faqat bu yer astı inşaatlarını qizish bilan shug'ullanmagan ekan. Sizlar qadimiy zamandagi buningdan 1000 yil ilgirma Turpanga, Bejbaliqqa kelgan Xitoy sayohatchisi bo'lamdi yoki arablarning yoki Yevropadan kelgan sayohatchilar bo'lamdi. Bu taqgan ishlarga hayron qolib yozganlar bor. Masalan, Wang Yandi 960-yillari Bejbaliqqa kelib, Əşədə bir kandın Uygurçası nuşudur ki, amiyak deyimiz işləb çıxırvatqını kögən ki, amiyakdan nemi çıxırdı o desiniz, partlatıdığan, oğdur yasaydıgan, partlatqış, tratil yasasını amiyakdan çıxı demez mi? Şu vaxtlarda şularını qezib ya ağını sayatçılar yazdı. Bundan nəsin qezib dedi. Bu cihettin gap qısaq, xeyli gap uzaq. Biroq bizning xalq uning bilan cheklanib qolmagan. Masalan, qog'oz kashfiyoti va basma kashfiyot deymiz. Xotan, Qashqa bo'libmi Turpan atrofida, Kiruran atrofida qezilgan jasadlarning qishidan qog'ozga o'ralgan dorilar, retseptura shular tepilganini biz o'qiyapmiz. Uning tarixi 2000 yil, 3000 yil burun shu qog'ozlarga o'ralgan. Har turli sifatli üzümdən chiqqan qog'ozlar, buni üzmə daraxidan chiqqan qog'ozlar, paxtadan ishlangan qog'ozlar, mana shularni o'qiyapmiz biz. Şunun qaraganda, şu məlumatlar qaraganda, şu qog'ozma bizning Uyg'urlar ijod qilgan narsa ekan, qog'ozma. Birinchi darajada. Yani eng yuqorqi sifatli qog'ozma Turpan xotellarda ijod qilingan. Shuningga yarasha matbuada, masalan, olimlar yezib etibdiki, Turpanda 20 necha xil yeziqda mənbələr tepilgan arxeologiyalar. Onunla qarablar köpçülüğü Turpanda 20 necha xil yeziqni qo'llangan deb birisi yezib qo'ygan bo'lsa, uni takrorlab hammasi Turpan 20 necha xil yeziq qo'llangan deydi. Bununla men qo'shilmayman. Turpanda matbuotchilik nihoyat taraqqiy qilgan. Matbuotchilik degan nima? Qadimiy zamonlarda biranta bir shoir kitobini chiqarmoqchi bo'lsa, uni xattatlar 10-20 xattatlar ko'chirib, husn xat bilan ko'chirdi. Masalan, bir olimningki kitobini husn xat bilan ko'chirganga bir odam 1 yil vaqt ketadi. O'ylab boqing. Endi uni 10 nusxa, 100 nusxa qilish uchun qancha odam o'tirib, qancha odam vaqt sarf qilish kerak. Uningdan keyin taxtaylarga harflarni chekib, har bir betni harf chekib, ashini bosgan. O kitap besilib bo'lgandan keyin tashlab etadi mesela, kerak emas. Boshqa qishlar borki, Uyg'urlar termi uslubda kitap besishni ijod qilgan. Har bir harfdan ming-minglab yasab qo'ydi, terib-terib. Bunda usul Yevropaga necha yuz yillardan keyin bordi.
Uyg'urlar birinchi ijod qilganlikdan, ham sifatli qog'oz ijod qilganlikdan, karvon yo'li bo'ylab Xitoymi, Tibetlikmi, Hindlikmi, Ironlikmi, Yevropa tarafdagilarmi Turponga akirib zakaz qilgan. 20 necha millat Turponga kelib kitob zakaz qilgan. Ana shu kitoblarningki varaqlari, ash harflar saqlanib qolgan. Basmachilik saqlanib qolganlikdan ba'zilar bundalar o'ylab 20 necha xil yozib qo'llangan deb bir-birini takrorlab yozib kelyotdi. Men buningga qo'shilamayman, mening ko'z qarashim bayqaningda ekan. İlim pəndə aşlaq məsələ buldu ki, birəntə ataqlıq alim özünün göz qarışını yazsa, olan bir adamı, bir adamı xatalaşılı, başqalar təkrarlab xatalaşırdı ki. Yəni, menimcə, Uyğurlar ançilik 20 neçə xil hərflərini kullanmağan, bayqındaq dünya özünün ipək yolu boylab, kilib, buyruq qılıb, kitablarını bir ayda neçüz nusxalarını basqızıb, öz əllərinə tuşub ketken. Mən işlaq düşündüm. Bu kitap və qağazçılıq cəhətdən. Əndi, mənim kəsbimə yaxın, mənim tədqiqat qıvatqınım bu qaştışı yəni. Bu vaxtda köp adam gəp qımıdı, yazmıdı. Qaştışı haqqıda, məsələn, biz Fersman deyimiz, qimmat bağlıq taşlarını, toğruluq, köp əmgək qılan adam. O adamı qaştışı toğruluq yazğan. Şimdi hər bir millət özünün tarixini özü yazış gerek. Müştərikidin qaraganda, mənmə qaştışı toğruluq tutuş qılışım mənim vəzifəm deyib oylayma. Çünki mən şu sahanın adımı mən taxqan injiner buğalıqdım. Bu qaştışı degenimiz, Uyğurca qaştışı degenimiz o nefrit deyimiz, latinçisi nefrit. Dünyada ta hazırgıça faqat Xotandan çıxıdı qaştışı. Endi bəzələr vay pala yerdən, pusta yerdən çıxıdı deyib mənə qarşı söz etiş mümkün. Biroq çıxıdı. Çıxıdığı yerlərin həmmisini bilmə. Biroq yerlərdə insan yaşamaydigan jıraq yerlərdə var. Yerdən çıxırıb bir yaxlağı əpirib bir buyumlar yasavatqan yeri yox. Yerə beriş üçün vertolyot bilan atlıq neçə gün minib aştaq yerlərdən çıxıdı. Məsələn, Sayan tağlarında, Ural tağlarında, Yeni Zinlandiyada aştaq yerlərdə qaştışı çıxıdı. Biroq yerdə Xotandikidək çıxıvatqan yeri yox. Xotandikidək süpütümü yox yerdikilərin. Şunun üçün hazırgıça bu qaştışını Xotandan haqayaqı toşulvatqan. Endi bizim Xotan tarixi to'g'riliq gap qilganda ko'p ishlar, toponimlar masalan qaştışıga bog'liq. Shu Xotanning qishida Yo'rin qash, Qariq qash deb daryolarning atilishi, Qashqar degan Qashqarning so'zida mana qash degan so'z bor. Qimmat bog'liq, nefrit tashqi bog'liq paydo bo'lgan shaharlarning, daryolarning nomlari. Qaştışı Uyg'urlarga faqat manfaat, faqat boylik olib kelgani yo'q, dardmi olib keldi, qiyinchiliklarmi olib keldi. Bu qaştışını deb talay-talay urushlarmi bo'ldi. Shuning uchun bizning Xotan tarixi, Qashqar tarixi, qadimiy tarixi bu qaştışıga sabablik jiq ishlar bo'lgan. O'z zamonasida men bu qaştışı to'g'riliq nemishga ko'p tadqiq qilyapman deganda dunyoning hamma yerlarida tosh davrida Kremen degan tosh bo'ldi, qattiq tosh. Odamlar ash Kremen degan toshni ilib, shuni o'tkirlab go'sht kesgan, pichoq kesgan yoki yog'och kesgan. U qattiq yerga tushib ketsa, ya bir toshning ustiga tushib ketsa, ya bir narsa tegib ketsa, o'ng'ayli dars ketadi, sunib ketadi. Bir odamning umriga yetmaydi o tosh. Qayta uni ishlatish kerak. Dunyoning hamma yoqida Kremen ishlatgan vaqtda Xotanda 5600 yil ilgari, 6000 yil ilgari ash Kremenning o'rniga qaştışını ishlatganda
Nimişki desiniz, onu bir yasap koysa, qaştışını, palta, yoki pichoq, yoki bir xanjar, yoki bir buyum yasap qo'ysa, birinchidan chiroyli, ikkinchidan avloddan avlod qoldigan, sunmaydigan bir taş o. Onun sebebi fizikalik darajadan qaraganda mikrostrukturalıq sifatga ega. Shuning uchun u boshqalar qaraganda o'ng'ay sunmaydi, ham sifati yuqori. Keyincha bu ilqi zinat buyumi bo'lgan. Bu zinat buyumini Xitoyda nihoyat e'tiborlab, Xitoy xalqi hatto yorliqlarni chiqarganki, qaştishni podshoh ahlidan boshqa adamlarga ishlatgili bo'lmaydi deb shunchalik e'tiborlab. Shuning uchun bu mening kasbimga yaqin bo'lganlikdan nefrit, ya'ni Uyg'urchasi qaştishi bu sohadan men xeyli shug'ullanyapman qarzdan boshqa. Men bir so'z bilan aytganda ijodkorchilik. Bu endi men Uyg'ur tarixiga bog'liq narsalarni biroz aytib ketdim. Endi Mongoliya to'g'riliq jiq yozdim, ashada yashagan Uyg'urlar to'g'riliq dramamni yozdim, baletni yozdim. Bular hozir ishlanish ustida bo'lyapti. Kitoblarni chiqardim. Endi o'z kasbim bo'lsa, o'z kasbimdan mush kungacha geologiya sohasida ishlayapman. Buningda boya degandek, shu burunqi Evraziya, hozirgi Evraziyaning hamma nuqtalarida ishladim, chet ellarda ishladim, Kubada ishladim, Afg'onistonda ishladim. Shuning o'zi asli bir davlatdan bir davlatga hamma injenerlarni chiqaravermaydi. Sinalgan, tajribasi mo'l odamlarni chiqardi. Shuning o'zi kifoya deyman endi. Bir davlatning vakili bo'lib, ikkinchi davlatga injener sifatida ishlaganim, shuning o'zi kifoya qanchalik mening beyaga amgigim bog'lagan. U sohada gap qildigan bo'lsak, bu ko'plagan qazın boyliqlar, suv inshootlari, stroy material deymiz, qurilish materiallari mening nomimda atalgan, o'zim topgan, tadqiq qilgan undaq narsalar geologiya sohasida ko'p. U endi bizning Uyg'ur jamiyatchiligiga ancha qiziq bo'lmasa kerak deb buni to'xtalmayapman. O'zim endi bu o'z kasbimdan boshqa Uyg'ur tarix madaniyatiga qiziqman deb so'zlab berdim. Uningdan boshqa buni uyda ko'ryapsizlar. Men Uyg'ur rassamlarining va shu Turkiy xalqlarining mavzusiga ishlangan kartinalarni, ataqli rassamlarning rasmlarini yig'iman endi. Shularni yig'ib bir tarafdan ularga qilgan qanday yordam, ularning emgaklarini olsangiz, ikkinchidan endi ko'nglimga yoqqanlarni yig'ib qo'yman. Masalan, bizda mening da hozir Uyg'ur rassamlaridan boshqa qozoq, o'zbek, qirg'iz rassamlarining emgaklari bor. O'zimga ditimga sig'adigan, yaxshi ko'rgan emgaklarni yig'yapman. Endi bolalarim, o'g'lim, qizim bor. O'g'lim arxitektor. Rusçaslarım arxitektordanmi? Arxitektor. Kelinim arxitektor. Bular ikkisi olim, doktor. Mana bir haftadan keyin Bakuga, ilmiy anjumonga, konferensiyaga doklad qilib ikkisi bordi. Shunday darajalik. Qizim ikki oliy maktabni bitirgan, adliya bilan iqtisod cho'ng bankada bir cho'ng xizmatda qizim. Kuyovim shunday. Navlarim kichik maktabda, birisi maktabda o'qiydi, qolganlari maktab ishida emas. Endi buvam to'g'riliq bir ikki og'iz gap qilsam bo'ldi endi. Dadisi mening dadamninki dadisining ismi Hamdulla. Bu adamı intayin o'z vaqtida bir davr surgan, yaxshi yashagan,
Bu Hamdullah'nın dadısı Samsak degan adam. Hazır şu Samsak'nınki biz familiyasini özümüzge familiya tutup kevatımız, neçe avlat. Bu Samsak degan adam, muş Abdurrasulbek Sadır Palvan zamanısında aşlar bilen bildi bo'lgan adam. O to'g'riliq Bilal Nazım'ның G'azatlar mulki chindima Samsak alamchi deb to'g' tutgan adamni Samsak alamchi deydi. G'azatlar mulki chindima ismi bor. Onun oğlu Hamdullah. Hamdullah endi çoğun bir bayının balısı bo'lganlikdan öz vaqtida bu yoqi Leningrad, Peterburg, o yoqi Shanxay, Beijing, Tanjillarda yurgan adamga buna 28 yaş vaqtida tushgan rasmi bor. Oq kostyum bürülki kiyib Hamdullah Tanjin'da. Yani şu vaqtlarda Tanjin, Beijing'de yurganlarda 30 nechinchilari Muhammed Emin Buğra, Eysa Yusuf Eltikiller bilen birle jürüp vatan davasını birlik qilgan ekan. Uni o'zdan men ağlamadım. Eysa Yusuf Eltikin 90 necha yosh kirganda men salom qilishga İstanbulga oldirib borganda şu adam yetpagandi. Siz aşı Hamdullah'ның balası ekansiz deb uylarni qondirib hürmet izzat qilgandi. Shunaq. Endi Hamdullah bo'lmasa ashlaq adam bo'ladi. Dünyada turpandan başqa, asas turpan to'g'riliq gap bo'laydi. Turpan o'ymalık to'g'riliq gap bo'ladi. Biyaning yer sharoiti boshqa yerlarning yer sharoitiga o'xshamaydi. Turpan o'ymalığı deganimiz 154 metr dengizning nimasidan tuvan ye, o'ymalık bu. Birinchi. İkinci havasına ait qurg'oq, yağmur yağışın az buldu. Şunun için Turpanda adam iç üçün istimal kılıştan başka yani soğuruş üçün yani su gerek vardı. Mesela hazır Kazakistan'da köpyeler binem. Eğer soğuruş yerler, deryalar, tağını yıkıvatkan sular var, aşlar bilen soğuruldu. Köpye hava salkın bağıntın binem yağmur bilenle ziraatlar ösüyordu. Yani Turpan'da da yağmur yağmağanlıktan yıkın sular soğuruş için yetmegenlikten adamlarını başkadan yanın astındaki sonu yanın üstüge çıkırış vazifesi turgan. Onu kandak çıkırış mümkün. Belki bir zamanlarda Turpanlarda mesela 6000-7000 yıl ilgiri quduqlarni qezib, o çilekler bilen soğurup bakanda ancha-muncha yerlarni. Onun cihyerlerini egallab ketkili bo'lmaydi. Bunu qanday qilmaymiz degan o'ylar kelib, belki 2 qarzlik, 3 qarzlik, 2-3 quduqliq beshida qarzlar qezilgan bo'lishi mumkin. O nima desiniz? Oldida bir qarz qezilib, yani tünel arkalı qezib, qarzning suyini yerning üstüge nasossiz chiqarish, elektr energiyasiz chiqarish. Faraz qilyapmiz. Sen bir qarz qezildi, uningdan yerning ostidan qezib, yerga borganda yerning üstüge o'zining kuchi bilan o'zi yiqib chiqadi degan gap. Demak, bu yerda qiypashlikning hisobi ketyapti. Endi bir quduqdan qanchalik suv chiqadi deysiz. Sen sekundiga yoki minutiga qanchalik suv chiqish mumkin. Endi buning miqdorini ko'paytirish uchun 2 quduq qazilib, bir-birisiga yerning ostidan qo'shib, yani yerning ustiga chiqarish kerak. Keyin 3 quduq, 5 quduq, 6 quduq, 50 quduq, 60 quduq, 100 quduqgacha bir-birini chatgan qarzlar bor. Bildingizmi? Endi butkul Turpan o'ymalig'idagi sularning chiqqan miqdori 16 metr kub sekund. Sekundiga 16 metr kubga. Ashlaq berot Xitoyninki 1972-yili Xitoy tadqiqotchilarining bergan kitobda yozgan ma'lumoti bo'yicha 16 metr kub sekund. Endi bu ozmi, ko'pmi deganda men hisoblab chiqdim. Mesela Kaskelen suyu
Kaskelen deryası, Çoğ Almatinka, Kiçik Almatinka, o yakada Talgar, Aksu, Açınukka, Galcat sularını hemmisini koşsa, Kaskelen ve hemmisini koşsa 16 kopya yetmeydi ki sekund. Yağ bilen, kol bilen qezip mana moşunchilik darajadagi suvni chiqaryapti. Nasossiz yağning ostidagi suvni yağning ustiga chiqarish asosiy maqsad. Sizning keyingi xizmat planlaringiz nimalarni qilish orzuyingiz bor? Endi oxirgi yil men nima bilan shug'ullanyapman desangiz, Xudoyim ish qilib bir imkoniyat bo'lsa, har yildagidek vatanga borman. Men ko'p yillar yurdim, Yevropada yurdim va boshqa bir davlatlarda men ko'p yurdim. Biroq hozir men xizmat babida yurdim. Hozir imkoniyat bo'yicha eng oldida o'zimizning vatanini tunib bilish, o'zimizning yerini tunib bilish. Her yılda degidek beryapman, oxirgi yillarda qanday o'zgarishlar bo'lyapti, nima bo'lyapti. Uningdan boshqa, mush oxirgi 5 yil ichida men Beşbaliq degan bir xarobilik shahri bor. Shahga necha qatim bordim. Shu haqida ko'plagan tadqiqot ishlarini qilib, maqolalarni e'lon qilyapman. Nimishga men Beşbaliqqa to'xtalyapman desangiz, bu yo'l tepsidagi shahar emas. İdiqutga o'xshash, Yarg'olga o'xshash, o tog'ning tashkay tarafida bo'lg'ashqa, nimaga edi Uyg'ur tadqiqotchilarga uningga e'tibor bermay kelyapti. Turpanshunoslik ilmi bor, Turpan akademiyasi degan ilmlar tashkilotlar bor. Turpan tarixini tekshiradigan, tadqiq qiladigan. Yani shularningki hisob etdimi, Beşbaliq to'g'riliq bir eg'iz so'zni men uchratmadim. Buningga afsuslanadigan narsa, shu Beşbaliqma İdiqut davrida yozliq poytaxt bo'lgan shahar. Ular uning e'tibor bermayapti. Shuning uchun men alaydan berib, tashlanib ketgan shaharni tadqiq qilib, nimasi o'rildi, nimasi saqlanib qoldi, uning tarixi qanday bo'lgan deb, oxiri bir 2 yil ichida shularni yezib e'lon qilyapman. Beşbaliqni. Endi mening nima armanim, nima uchun men bunday ishlarni qilyapman desangiz, bizning vatandagi olimlar intayin ko'p. Shunda qomusiy saviyalik, cho'ng bor, yoshlar bor, intayin ko'p ular. Ularning qilayotgan ishlari o'z Uyg'ur tilida yezib yoki Xitoy tilida yozsa, ashadili qolib ketpardi. O'zlariga o'zi deplar shuning bilan tugayotdi. Ishik Yevropaga, Amerikaga, u yoqqa ichilmay qolib ketpardi. Bu bir masala. Ikkinchi, albatta bu yerda siyosat bo'lg'ashqa haq bilan nohaqni ayrishma tez bo'lyapti ular. Endi bizning vazifamiz haq tarix bilan nohaqni ayirib, Yevropaga ishik echish, boshqa millatlarga, ingliz tilli, rus tilli adamlarga biz tariximizni yetkizish. Mushtaq armonlar bor, biroq men va mening o'xshash odamlar bu yoqda ancha ko'p emas, bizni ojiz. Sizlardek yoshlar bo'lsa, qatorga qo'shilsa, mush sohada ishlasa, harakat qilsa, bizni anglasa, Uyg'urni bilsa, Uyg'urning madaniyatini bilsa, birinchi o'zimiz bilsak, ikkinchi boshqalar bilsa, boshqa xalq, boshqa turkiy xalqlarning orasida, boshqa millatlar orasida bizning lavozimimiz, bizga bo'lgan ko'z qarash o'z o'rnini topsa degan umid. Uning uchun ishlash kerak. Hürmetli televizor köyükçiler, şunun bilan bugungi Hayat Şahitler programımız müşahede ayaqlaştı. Xeyr xoş, keler qitimliq sanımızı görüşeyle.